Opa bitta haqiqatni ayting. Ering suydi, eling suydi degani yolg'on ekan. Ering suydi, ering tarafdagi hammaniki kuydi degani rost ekan. Bitta kiyimni kiyib chiqqan paytingda hammasini ensasi qotsa, eringga qarab, dadasi qalay turibdi desang, boz xotini yomon yarashibdi senga deydi-yu. Ana hammaniki kuydi. Masar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Hayotingizda eng katta maqsadingiz nima? Onada maqsad bo'lar ekanmi? Onada sabab bo'ladi yashashga. Farzandlari. Xudo xolasa o'g'limni uylantirgunimcha, qizimni turmushga bergunimcha shunaqa bir maqsad orzuyim bor. Qizimga bir xona bo'lsa ham uy olib berish. Mayli hech kim bilmasin, sarpasiga qo'shib bermay, u uyda qizim hech qachon yashamasin, lekin uyi borligini bilsin. Kelajakda oilasi bilan tinib-tinchib, turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lib, farzandli bo'lib ketsin. Men bilan otasini unga ehtiyojimiz bo'lgan paytida, ozgina mazamiz bo'lmay qolgan paytida o'sha uyga ijara qo'yib qo'ygan bo'lsa ham, beminnat o'shadan kelgan daromadni olib bizni ko'rgani kelsin. Qizim vatanli bo'lsin. Nimadir vaziyat bo'lib qolsa, qizim boradigan joyi har doim borligini bilsin. Xotin yo'lda, bola belda, onam topilmaydi deb oiladan kechgan erkakka nima deysiz? Erkaklar zo'r topib olgan gapi bor-a? Xotin yo'lda, bola belda. Siz ham ayting. Er qilaman desam har onda, lekin bizni bolamiz yonda deng. Bizni bolamiz yonimizda. Qizimiz bo'lsa ertangi qo'limizdan ishimizni oladi. O'g'limiz bo'lsa hademay pul topib keladi. U jonivor, u chumocha qachon belidagini bir yaxshi xotin topib unga soladi-yu, u qachon tug'adi-yu, u bir parcha munchagina go'shtni u qachon katta qiladi-yu, u ana ona jonivorga u topgan xotini qachon yoqib shu ideal ekan deb rozi bo'ladi-yu. Ungacha biz qiz chiqazib kelin olamiz. Yilpig'ichimi ne qilib o'tiramiz. Yomon qaynonamizni eslab shunaqa bo'lmaylik deb, ha? Nima dedinglar? Tavba. Belda buka-ku er qilaman desa har onda, lekin ayolning bolasi yonda. Internetda ko'rdimda, rasm ko'rdim. Operatsiyadan keyingi holat deb yozib qo'yibdi. 12 soat operatsiya bo'lgan. Doktorlar shunday o'sha pirchatga va hamma yo'q bilan shunday polda yotishibdi. O'lib qolmagan. Charchaganidan hatto kravatiga kelib yotolmagan. Shuna doktorlar kerakmi, vrachlar kerakmi? Yiqilib tushib oshqozoniga masalan armatura kirib ketdi, uni ochib, tozalab, tikib, lecheniya qiladigan doktor kerakmi? Kerak. Ayollarimizni olib borib o'zimizcha do'q qilamiz. Ayol doktor qani, palon po'kin. Ayollar o'qish kerakmi doktorlik? Hammamiz o'zimizcha taqvodormiz. Menga 03 ga telefon qilib olib, ayol doktor. Qancha kim o'qityapti ayol doktor qilib? Ayting mana. Kim bo'ladi ekan? Erkak o'qiyaptimi? Kadr yo'qmi? Xolismi? Xolamaysizmi erkak doktor bo'ladi. Nima bo'ladi keyin? Eng baxtli ayol nonni narxini, elektr narxini, gaz narxini, avtobus narxini chiptani va uyga olib kelinadigan umuman hamma narsalar narxini bilmaydigan ayol eng baxtli ayol.